bitta soch tolasi bilan Porsche'ni siqilib qolgan videosini ko'rgansiz-ku. Bu to'g'ri yoki zo'r degani emas. Bunaqa action videolar bilan ustakalarimiz shunaqa teplovoy zazor bilan yig'amiz degani emas. Maqsad sizlarga rastochkani qanchalik aniqlikda qilinganini ko'rsatish bo'lgan xolos. Teplovoy zazor nima va u qancha bo'lish kerak? Teplovoy zazor dvigatel detallar orasida sovuq holda qoldirilgan bo'shliq. Sababi detal qizigandan keyin kengayadi va harakat davomida bir-birini siqilib qolishini oldini olish uchun teplovoy zazor qoldiriladi. Bu bo'shliq asosan Porsche, klapan va Porsche barmoqlari orasida qoldiriladi. Klapan ko'rsatkichlarini bundan oldingi videolarda ko'rsatganmiz, bugun bo'lsa Porsche haqida gaplashamiz. Ayrim ustakalarimiz silindr ichki va Porsche'ni tashqi diametr o'lchamlarini olib teplovoy zazorga qo'yishadi, lekin har bitta halqa uchun teplovoy zazor to'g'irlashni esdan chiqarishadi. Har bir halqa uchun teplovoy zazor o'lchamlarini sozlash muhim. Bu ta'mirdan keyin dvigatelingizni moy yeyishi yoki Porsche'larni siqilib qolish holatini oldini oladi. Nexia 3 Cobalt va Gentra dvigatellarini Porsche halqalariga qo'yilgan talabni ko'rishingiz mumkin. Qo'shimchasiga Tracker va Onyx ni ham qo'shib qo'ydik. Bu talablarga ko'p ustakalarimiz rioya qilishadi, lekin ayrimgilar bilishmasa foydali bo'lsin dedim. Rivojlanishimiz kerak-ku. Bu videoni saqlab qo'ying. Agar siz usta bo'lmasangiz ham bu videoni ustakalarga jo'natib qo'ying. Ko'proq ustakalarimiz ko'rsa foydali bo'ladi.